Bolaning tishini sedatsiyasiz davolash oqibatlari nima bo'ladi? Birinchidan, bolada bolalik travmalari qolib ketishi va buni oqibatida katta bo'lganda ham stomatolog ko'rigidan o'tishga qo'rqib qolishi mumkin. Ya'ni fobiyasi kuchayib ketishi mumkin. Ikkinchidan, bola tipirchilashini hisobiga vrach-stomatolog bolani lunjini yoki tilini o'tkir tig'li narsalar bilan kesib olishi mumkin bo'ladi. Bu ham yuzida keyinchalik nuqsonli paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Uchinchisi, sifatli davo amaliyotini o'tkazib bo'lmaydi bunday holatda. Chunki kanalga yaxshi lecheniya qilinmaydi va sifatli amaliyot o'tkazib bo'lmaydi. Va to'rtinchisi, mana shu yuqorida keltirilgan 3 ta sababdan kelib chiqqan holatda tishni vaqtidan ilgari yo'qotilishiga olib kelishi mumkin. Buni oqibatida esa yuz jag' sistemasi ko'rinarli defektlarga olib keladi. Agar siz ham farzandingizni sedatsiya ostida davolashni xohlasangiz, albatta kerakli analizlarni topshirib, anesteziolog ko'rigidan o'tishingiz shart. Istasangiz pastdagi nomerlarga murojaat qiling.